Ayol inspektori bir savollar bor edi. Assalomu alaykum, hurmatli akaman. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Mana skuter meniki. Shunda yuruvdim haydab. Qonunlar bekor bo'lib ketdimi? Bemalol yuraveraylikmi endi? Besprava. Qonun bekor bo'lmadi. Qaytaga siz kabi haydovchilarga muddat berildi. Siz zudlik bilan 1-oktyabrga qadar skuteringizni davlat ro'yxatidan o'tkazishingiz va A toifadagi haydovchilik guvohnomangizni olishingiz kerak bo'ladi. O'zi haydovchilik guvohnomangiz bormi? Voy, endi o'qiyotgandimi? 1-oktyabrga ozgina qolibdi. Fazobodga tezlashtirishim kerak ekan deb bo'lmasa ro'yxatdan o'tkazish uchun. Rahmat opa, rahmat. Keyingi safar shlem kiyishni ham unutmang. Xo'p bo'ladi, rahmat. Hurmatli haydovchilar, joriy yilning 12-apreldagi hukumatning 224-son qaroriga asosan moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish muddati joriy yilning 30-sentyabr kuniga qadar uzaytirilgan edi. Joriy yilning 1-oktyabr kunidan o'zingizga tegishli bo'lgan moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazgan holda A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarishingizni eslatib o'tamiz.